Algoritm strategiyalari, Instagram strategiyalari 4-kun. Xo'p, Instagram strategiyalari siz o'ylagandaqa ishlamaydi. Xo'p, qanaqa? Video oxirgacha ko'rilishi kerak. Birinchi o'rinda video uchun retention bo'lishi kerak, ya'ni interaktivlik bo'lishi kerak, qayta ko'rishlar bo'lishi kerak va ulashishlar bo'lishi kerak. O'shandagina videoingiz uchadi. Kommentariy yozadigan bo'lsa, bilsanglar kommentariyani yozgan paytda oldin video orqasida o'ynab turardi, ya'ni ko'rilardi qayta. Hozirgi paytda unaqa emas, kommentariyaga undash hozirgi paytda juda ham aktual emas. O'shaning uchun ham ko'proq ulashishga, ya'ni ulashilgan videolarni agar ulashilgan odamlar ko'rsa, u yana ham sizga retention beradi va algoritmga tezroq tushadi. Eng asosiy narsa, undan oldingi videoda aytdim, uzunligi. Uzunligini sal qisqaroq qilib, videoni oxirigacha ko'rishga undash. Qanchalik ko'p video oxirigacha ko'rilsa, shunchalik Instagramda sal teparoqqa chiqadi. Lekin Instagram misol uchun 8 sekundli video qilsangiz, sizning videongiz 8 sekundli videolar orasida raqobatga tushadi. 1 sekundli video qilsangiz, 1 sekundli videolar raqobatiga tushadi.